Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, musofirliklarda yurgan do'stlarimiz, aka uka opa singillarimiz, barchaga assalomu alaykum. Yana bir bor mana o'zimizni molxonamizda baylagan, bo'zaylikda baylagan mollarimizni sotadigan paytimiz kelib qoldi. Chunki silosimiz tugab qolyapti. 11 ta Greenfort'im bor, oqbosh Greenfort'lardan shaqligidan mana rossiyskiy. Hali endi chiqaradigan payti keldi. Mana jonivorlar. Güzel. Oldi orqalari juda ham go'zal holatda. Ikkita o'zimiz shvedlardan bor mana. Katta gigantlar bular. Yashil bo'lib tuzalishdi hammasi. Yani yeb ichishi mana yana odatdagidek bo'ldi. Mana ustali shvedlarimizdan bor, mana bundan ham bor bitta. Bu sigirni bolasi 2 oylik bo'ldi. Mana yana oqboshlarimiz. Yeb ichishlari juda ham go'zal. Ana oxirgisi. Qo'ldan kelgancha eplab boqdik, mana necha oylardir. Qassoblar o'zimizda ham bor, aka-ukalarimiz. Qassoblarga emas, boqadiganlarga sotamiz, xudo xolasa. Chunki hali ularning ichida yetilmaganlari bor. Mana shular ham yashil bo'lib ozib, endi mana yeyishni boshlashdi, endi rosa yana o'ziga olishni boshlashdi. Tayyorlari ham bor, lekin so'ygani jalka, yoshliklar uni. Baqish kerak hali. Oqboshlardan eng kattasi. Ikkita sigir bor, oilaning sigiri. Mana bittasi 4 oyga o'tdi, bo'g'oz garantiyalik. Buni ham sotib yuboramiz ham. 5-6 litr suti bor. Uyga bitta sigir yetsa kerak. Manzilimiz Andijon viloyati Sharxon tumanida. Murojaatlar uchun 90lik 217 30 77, 93lik 577 76 79. Telefon kimga qiziqarli bo'lsa, kimdir ko'ribni mol olaman deb yurgan bo'lsa, molxonamni bir to'ldirib olaman degan bo'lsa, yoki hali ko'pgina boqadiganlar bor. Molxonasini bir burchagiga ham to'linmasa kerak, bir xilga odamlarni 300 so'rasadan boqadi. Xullas 10 tadan ko'p olaman degan odamlar uchun marhamat, telefon qilaverasizlar azizlarim. Har doim aloqadamiz, xudo xolasa kelishsak sotamiz inshaalloh. Podpiska bosib, like bosib qo'yasizlar, kanalimiz bloklab qo'yishdi. Endi yana yangidan ochdik. Xudo xolasa yana xudosi ko'payishsak, ko'p reklamalar, ko'p bo'layotgan voqealardan qo'yamiz, xudo xolasa. Sizlardan bitta iltimos shu podpiska bo'lib qo'yasizlar. Rahmat, boringlarga shukr.